Ushbu darsimizda printerni tekshirishda, ya'ni proverka dyuz bilan propiskani ko'ramiz. O'zi proverka dyuz nima kerak? Rayli printerlarda 4 tali va 6 tali bo'ladi. Biza ranglarni bilish uchun, ya'ni qaysi rang qaysi darajadaligini his qilish uchun, ya'ni bilishimiz uchun buni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni proverka dyuz qilishimiz kerak bo'ladi. Uni qanday qilib qilamiz? Hozir ko'rsataman. Pechit berganimizdan keyin ushbu oyna ochiladi. Bizda hozir sizlarga eslatib o'tganimdek, bizda printer mavjud emas hozir paytda. Sizlarga xuddi shunday shaklda ko'rsatib beradi. Agarda hamma rang bir xil bo'lsa, chizig'i o'rtada chizig'i bo'lmasa, demak u sifatli bo'ladi. Siz praktika qilishingiz kerak emas bo'ladi. Agarda xuddi shunday bo'lib, ranglar o'rtasida qandaydir chizig'i bo'lsa yoki kesilgan bo'lsa, siz praktika qilishingizga to'g'ri keladi. Endi biz qanday praktika qilishni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu video ham bizaniki emas, biz faqat ovoz berganmiz. Printer sozlamalarga kiramiz. Kirganimizdan keyin servisni tanlaymiz. Undan keyin praktika degan joy bor, shuni tanlaymiz. Praktika dyuz qilamiz va kutib turamiz. Bu bo'lgandan keyin bir marta printerdan biron bir narsani chiqarib ko'ramiz. Qog'ozimiz sindiq chiqdi. Biz buni amalga oshirdik.